Bugungi mavzumiz Zulfiya xonim Isroilova haqida va uning hayoti va ijodi. Zulfiya xonim 1915-yil va 1996-yillar davomida ijod qilib o'tgan. Zulfiya Isroilova Toshkent shahridagi temirchi oilasida tavallud topgan. Dastlab o'rta maktabda, keyinchalik qizlar bilimi yurtida tahsil olgan. Ijodiy faoliyatini juda erta boshlagan. Ko'p yillar jurnalistika va nashriyot sohasida ishlagan. Ko'plab she'riy asarlar, tajribalar muallifi, taniqli o'zbek shoiri Hamid Olimjonning rafiqasi. Turli xil davlat mukofotlari bilan taqdirlangan. Yurtimizda Zulfiya nomidagi davlat mukofoti ta'sis etilgan. Mazkur mukofot turli xil sohalarda katta muvaffaqiyatlarga erishgan iqtidorli qizlarga beriladi va bu mukofotni siz ham olishingizga men tilakdoshman.